Assalomu alaykum aziz do'stlar, asalarichi aka-ukalar, qadrdonlar. Anchadan beri bu arzorga kelmadik. Kelyapmiz. Orqasida bir yashiqni ko'rib qoldim. Qarang, 3 romka. Bunisi ham 3 romka. EB plus. Bittasi so'roq. Ammo o'zim ham tushunmayman nima yozilganini. Havo haroratimiz ancha past. Taxminan 7-10 gradus plus. Ari dalasiga nima deydi, bunaqasiga keldik. Qarang, arilarni ochdim. Bezovta qilmay qo'yaveray, mana 3 ta romka ekan. Arilar bir joyda turibdi. Ichkarilarda pechatlangan asallar ham turibdi, demak ovqati bor. Bezovta qilmaylik. Qish davrida arilar o'ralgan bo'ladi. Mana ikkinchisini ham bir ochib ko'ramiz. Demak 3 romkali arilar, bunisida ancha arisi oz ekan. Nihoyatda oz. Lekin romkada ovqat pechatlangan bor. Shunday ko'rinib turibdi. Buni izohlashning hojati yo'q. Ochib ko'rmadim ham, to'g'risi. Endi qarang, qishki tayyorgarlik holati qanaqa? Buni bir ko'rib qo'yaman. Mana tepasida to'shagi bor. 2 qavat lata yopilgan, romka qo'yilgan. Mana bu tomoni, mana arilar bor, o'rtada to'siqchi bor, bu tomoni kenglik, ochiq. Xo'p, bu birinchi ko'rgan yashig'imizda ham mana bu tomoni ochiq, 3 romka, o'rtada to'siqchasi bor. Lata bilan mana bir qator, ikkita lata, uchinchisi ko'rpacha yopilgan. Demak, qish holatiga tayyormi degan savol. Yashiqning orqa tomonida mana dimoxod deymiz, teshichalari mana bu yerda ham bor ekan. Mana xo'p, men bir nima qilib ko'raman. Mana qarang, qo'lim o'tyapti. Setka, ana setkasi bu tomonida, tashqarida. Arilar yashig'ini yopamiz. Oldi tomonlari ham xuddi shunday, mana bilan temircha bilan dorug' eshiklari yopilgan. Asli boshqa ishlamaydi. Mana bu holatga qo'yib qo'yamiz. Yog'i ham bunday. Aziz asalarichilar, savol. Shu arimiz qishlashga to'liq chiroyli o'ralganmi, yo'qmi? Shu savolga bir javob berib o'tasizlar degan umiddaman. E'tiborlaring uchun rahmat. Aytgandek, bugun 29-noyabr. Shu holat, havo yaxshi, o'rtacha iliq, 7-10 gradus issiqlik. Endi kelajak tabiat injiqliklari, havolar nima bo'ladi bilmaymiz, qish qanday o'tishini ham bilmaymiz, lekin arini turish holati shu. E'tiborlaring uchun rahmat. Yana sizlar bilan havo majlarida ko'rishguncha salomat bo'linglar.